Keling, aybini topdim. Ayb kamchiligidan boshla deganlar bor-ku. Mana shu joyda sinig'i bor ekan, bor. Boshqa joyi ideal. Qanaqa mashina? Mercedes 203. Kim aytganda inomarkalar Namanganda kam deb e'tibor beringlar-da. BMW Mercedesdan bo'shamay qoldi oxirgi payt. Menimcha ishimiz yurib ketdi-ku. Bitta like bosib qo'ying. Mercedes 203 W203 juda ham zo'rini avangard deydi. Buni Mercedes minganlar biladi o'zi avangard deganini. 2001-yil kraskasi juda ham neobычный, qora desangiz qora emas, tovlanadigandan. Xullas mashinamiz avtomat korobkada, cruise control, climate control, pamyat sidinalar, hamma narsasi, elektropaketlar ishlab turibdi, multirollargacha bor. Monitorlargacha qo'yib qo'ygan. Lyuklari ham bor ekan. Xullas bu 2001-yil avangardda, ya'ni 203 W ni shikolat narxga tushirib qo'ydim. Endi ham bosib olmasangiz uyat bo'ladi menimcha. Bir paytlar orzu qilarsiz, eslangda. Orzungizdagi mashinani 7500 ga topib qo'ydim. Bitta like bosib qo'ying. To'xtan. Yoqilg'isini aytmadim-ku. Benzinda ham, propanda ham harakatlanar ekan. Nechta rasxod qiladi deysizmi? Ishonavering, 10 tadan oshiq qilmaydi. Minib ko'rganlar o'zi biladi. Xohlasangiz minib, tekshirib, keyin sotib olsangiz ham bo'laveradi. 10 ta rasxod qiladi.